Uyg'ur yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xanin nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut şirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida antildi. Namozdan yenib, avval Oltinluqum qabristonligidagi Sulton Saidxon, Sulton Abdurishxon qatorliq xon sultonlarning maqbarasini, keyin Çertallerim qabristonligiga kelib, marhum Maxtumzodlarning Xo'ja Shodi, Xo'ja Abdullah İşan qatorliq Sirki Ishoqiya peshvolarining maqbarasini topib qoldi. Bu yerda Xo'ja Hidoyatulloh İşanning ko'z yoshlari yomg'irda to'kilib turdi. Bu ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Sulton Ismoilxonning Hidoyatulloh İşanga bo'lgan qoyilligi va hurmati hassalab oshmoqda edi. Şuna o İşan o'rnidan qo'zg'almoqcha hargiz qo'zg'almadi. İşan qo'lini duoga ko'tarmoqcha zinhor qo'l ko'tarmadi. Sulton Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatulloh İşanni boshlab Fotihaga kelayotganligidan xabar topgan Rajab Darvish Xutubxonda ikki Maxtumzodaga Shuayb Xo'ja bilan Daniyal Xo'jaga Sulton Ismoilxon ustidan dodxo'rlik qilib berib o'tdi. Cennet makan pederu buzuruklarının mübarek kirpiği tek top konmayla. Dehri İsmailxonning asilik yolunu tutup, Murtad Hidoyatulloh İşanga hürmet, ihtiram bildirganligi şek şübihisiz ki Cenab-ı ikki Maxtumzodimizga yüzsizlik qilmoqdan, sulki Ishoqiya irodatidan yüz o'rmaslikdan bishoratdir. Yarallah yetkizgan ma'lumotdan qaraganda xon olilari juma namozdan yenib, Murtad Hidoyatulloh İşan bilan qasri muborakka Fotihaga kelib yetibdimish, dedi Shuayb Xo'ja. Esilchi xalifa, endi qanday qilmoq kerak? Sulton bilan bugun ko'rishmisizlar, dedi Rajab Darvish oppoq soqolliq beshini guldan tuttirib. Bunda qilsak, xonga hurmatsizlik qilgan bo'lmasmizmi? Yana so'radi Shuayb Xo'ja o'ylangan holda. Yo'qsa, hargiz undaq bo'lmaydi. Garchi ikki Maxtumzodam yosh jihatdan kichik bo'lsa-mu, Ismoilxon ikkilariga qo'l berib, janoblarini pir azam deb tutgan. Muxlisning ziyoratini qabul qilish qilmaslik pirning o'z ilkidagi ish. Buni hurmatsizlik degili bo'lmas. Öz vaqtida merhum cennet makan pir bözürük avliyo azam padarlarımı İsmailxonning ziyoratini bir necha qatim qabul qilmagan. Mana hozir ashaddiy ag'yorlarimiz mulhid Hidoyatulloh İşan sulton bilan birga kelib yetdimish. Esillardan hargiz ko'tarilib qolmasinki, Maxtumzodalarim, cennet makan padarlarının vaqtsiz zaharlanib ajal sharobini tetishida ashu Hidoyatulloh degan tunguz murtadning iblis qo'li bordir. U la'nati do'zaxga tehi tap topmasdan bo'sig'imiz tubiga qadam bosishga jur'at qilgan ekan, yana nimaga qarab turamiz aka? dedi Daniyal Xo'ja g'azabdan bo'yinlariga chiqib. Mana men o'z qo'lim bilan u murtadning ikkalasini pastdan judo qilib, marhum padarimning qon qisosini olaman. Ochiqlarga haybasina Maxtumzoda, dedi Rajab Darvish chachirab turgan Daniyal Xo'jani to'sib turib. Bundoq yangilik qilishga zinhor bo'lmas. Endi qanday qilamiz eslichi xalifa? dedi Daniyal Xo'ja ko'zlariga qon to'lgan holda bo'g'ilib. İki Maxtumzodam xotirjam bo'lsinki, u la'nati Hidoyatullohdan cennet makan pir bözürükimizning qisosini cho'qim olamiz. Hamma ishlarni o'rlashtirib qo'ydi. At o'g'in ichida ul mulhidning o'lim musibatidan bir hit o'ynaymiz. Shu asnoda xutubxonaga paypaslab kirgan so'pi xizmatkor bo'sig'itib turib xabar yetkazdi. Maxtumzodalarimizga ma'lum bo'lgan Sultan İsmailxon oliylar bilan Xo'ja Hidoyatulloh İşan hazratlari qasrining darvozasi oldida saqlab qoldi. Bu xabarni anglab, ikki Maxtumzoda qanday qilamiz degandek qilib Rajab Darvishga qaradi. Maxtumzodalarim xotirjam aram og'ay. Xon oliylarga javobni o'zim berayman.
Rajab Darvish shundoq dedi-de, xutubxonadan chiqib qasrning darvozasiga qarab mangdi. Qasrning oldidagi kangri saynada Sulton Ismoilxon, Xo'ja Hidoyatullo Eshon, Mirza Bobogbek, Mirza Avazbek qatorliq bir qism amirlar bilan darvozaning ochilishini kutib saqlab turardi. Gerçi Sultan Ismoilxonning beshiga mahramlari soyivin tutib turgan bo'lsa-mu, tinchi qavoda chip-chip terlab ketgan edi. Rajab Darvish darvozadan chiqib keldi. Sultan Ismoilxonga ikki qo'lini ko'ksiga elib turib salom berdi. Assalomu alaykum ana hazratim. Qutlug' qadamlarga hasanat. O'zini darvoza oldida saqlab qollikdan xafa bo'lgan Ismoilxon Rajab Darvishning salomini so'g'uqla ilik oldi va Maxtumzodlarning chiqmaganini ko'rib ajablanib so'radi. Maxtumzoda pari buzurgimiz ko'rinmaydi-ku. Ana hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Rajab Darvish yana egilib turib. İşte Maxtumzoda piri buzurgimiz boya juma namozdan forig' bo'libla mehmon ziyoratchilarni qabul qilmaydiganligini bildirib, xutubxonaga kirib ketgan. Shunga xabar qilishga ilojsiz qoldik. Maxtumzodaga ma'lum qilsinlar. Qashqardan tog'oyi buzurgi Xo'ja Hidoyatullo Eshon hazratlari marhum jannat makon pir buzurgimizning musibat fotihasiga aloyatan keldi. Ana hazratim zinhar ranjimagay. Boshqalar bo'lsa bir nuri edi. Ammo u murtad Hidoyatullo Eshonga auzubillah zinhar darvoza ochmagaymiz. Qabrigahimizning oldida adabsizlik qilmaysizlar, hey xalifa, dedi Mirza Bobogbek darvishga boqib. Shu topda Sulton Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatullo Eshonga ziyoda ko'rsatayotgan hurmat ehtiromidan ichib pishib turgan Mirza Bobogbek Rajab Darvishning burnining uchini ko'rib, Hidoyatullo Eshonga bo'lgan adovatini pash qilib, Sulton Ismoilxonni ranjitib qo'yishdan ham shu sababli xonning Hidoyatullo Eshon tarafga texmi eg'ib ketishidan ansirab qolgan edi. Hidoyatullo Eshonning kutgani shu edi. Bir qitimlik ko'z yoshi orqali Sulton Ismoilxonning hesdashligiga osonlik erishib olgan Eshon o'zi bilan Maxtumzodlarning mangu chiroyli ko'rishmaydiganligini bilib tursa-mu, Sulton Ismoilxonga Maxtumzodi qasriga fotihaga berish talabini aytgan. Ismoilxon bo'lsa, neri berisini o'ylamayla ma'qul bo'lgan edi. Mana hozir Mirza Bobogbek voyim yegan ish oxiri yuz berdi. Maxtumzodlarni olqiniga ilib olgan Rajab Darvish kelgisini o'ylamay Xo'ja Hidoyatullo Eshonga qari ko'rsatish uchun Sulton Ismoilxonning yuzini qilmay dilini ranjitib o'tadi. Ochiqlanmag'aylar amir kabir janoblari. Ana hazratimga adabsizlik qilishga haddim emas. Ana hazratimmo Maxtumzodalarimizga qo'l berib murt bo'lgan. Saodatlan Ishoqiya sulkimizga irodat qilgan. Men faqat piri buzurglarimizning buyrug'i bo'yicha ish qila olmayman. Chunki pirning xizmatini qilish, pirning buyrug'iga farmonbardor bo'lish bizlarga muxlislar uchun vojibdir. Agar bu ishim adabsizlik bo'lsa, ona hazratimning adolat qilichi ostida jon tasadduq qilishga men rozi. Ey xalifa Rajab Darvish, janoblaridan to'g'onchilik bilan shuni iltimos qilmayki, u jannat makon padaru buzurgdan yetim qolgan farzandini bizlarga tog'oyi buzurg qarindishi bilan ko'rishtirgaylar. Ashu aziz farzandlarning didoriga qilib olishdan o'zga muddaoyim yo'qdir. Bu oddiy talabimizni navoda janobi jannat makon Maxtumzodi Xo'ja Abdullo Eshon buzurgvarimiz hayot bo'lgan bo'lsa-mu ravo ko'rar edi, dedi Hidoyatullo Eshon yana ko'z yoshlarini eqitib turib. Taxtiki Hidoyatullo Eshon shu topda o't quyruqlik qilib o'tadi. Buning Hidoyatullo Eshonning chandurmay o'ynayotgan o'yini ekanligini bilmagan Sulton Ismoilxonning Maxtumzodlardan butunlay royi qaytdi. O Rajab Darvishni o'limga buyurishdan o'zini aran tutib olib, g'azab bilan birini olaydi va qaytishga amr qildi.
Hidayatullah Ишан болса, Sultan İsmail Xanның g'azabini o'riltish uchun o'rdining oldiga kelguncha mishildab yig'lab maqdi. Qani, o'rdiga marhamat qilinglar hazratim, dedi İsmail Xan Ишанға ehtirom bildirib. Onu hazratimning himmatiga ming tasanno, dedi Hidayatullah Ишан o'ziri qo'yib. Qibligahim boyatdan beri yo'l yurib ko'p charchidi. Menimcha janoblardan bir qadammi neri bo'g'im yo'q. Ammo muborak tanlarni hordiq oldirmoqlar o'zidir. Xudo xolisa at muloqot bo'lg'aymiz. Hidayatullah Ишанni ostonaga kelguncha yo'l jafosi tortib charchab qolgan o'xshaydi deb o'ylagan İsmail Xan ortiqcha taklif qilib turib olmadi. Ondaq bo'lsa, buguncha hazratimning ixtiyorchi bo'lsin. Obdan aram elib, safar harduqini chiqirib olg'ay. Xudo xolisa, atin ashtini birga qilg'aymiz. Sultan İsmail Xan Bekovulbekka qarab amr qildi. Hazratimni orda tahliq xonasiga boshlab, holidan obdan xabar olsunlar. Qibligahimning bunchalar hurmat ko'rsatishiga zinhor arzimaymiz. Bekovulbegim ortiqcha jo'mig'ay, dedi Hidayatullah Ишан yana o'ziri qo'yib. Men ostonaga 200-300 mut yoranlarim bilan birga kelgan. Yetish qo'pishim shu aziz yoranlarim bilan birga bo'lg'ay. Undaq bo'lsa, o'l yoranlarni o'rda tahliq xonasiga marhamat qilg'ay, dedi İsmail Xan taklifida chang turib. Shu yoranlarni xuddi janobi hazratimga o'xshash saltanatimizning aziz mehmindir. Yaxshi ko'ngillari, xotinchi saxovatlari, mushrivan odilda kam qo'rsoq, mehmon do'stlari bizlarga tegil bo'ldi qibligah, dedi Hidayatullah Ишан o'z gapida changdi. Gerçi alilerning taklifini rad qilish ziyoda adabsizlik bo'lsa, yanala rad qilishga majburmiz. Ul yoran mutlarimiz bu rangvoz olamning puchuq tangiga arzimaydigan rohat farog'atlik maishatlardan forig' bo'lgandir. Faqat yomg'ir yeshin, shamol bo'rondan daldi bo'g'idek joy bo'lsalar, shu dargohlarni xudoyi qo'noq qilg'aymiz. Ortiqcha jo'sh behojat. At ko'rishgacha aman bo'lg'aylar. Sultan İsmail Xan Hidayatullah Ишанның ko'rsatgan bahona sabablar oldida yana taklif qilib turib olishga amalsiz qoldi. Xo'shlashishga majbur bo'ldi. Anlayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bugun Shohinshindagi atiganlik qabuldan keyin Sultan İsmail Xan Xo'ja Hidayatullah Ишанni o'rdiga taklif qilish uchun Bekovulbekni egar jabduqlari ko'mishdan bezargan bir oq arg'umoq bilan alohida avatdi. O'zi bir qism muhim o'rda arkonlarining hamroligida o'rda beg'idagi Huzuri Sabah nomli kuzlik saroyda shohona dasturxon hozirlab saqlab turdi. Bir osh pishim vaqt o'tganda Xo'ja Hidayatullah Ишан Molla Soqi qatorliq 5-6 xalifa suluk mas'ullarini agashtirib Bekovulbekning hamroligida yetib keldi. Ikki qo'lini ko'kriga egilib turib salom berdi. Assalomu alaykum. Ana hazratimning oltin bo'ylari esanmikin? Va alaykum assalom. Sultan İsmail Xan Ишанның salamini o'rnidan turib ilik oldi. Xonning Ишанға ko'rsatgan bu ziyoda hurmat ehtiromi Amir Kabir Mirza Bobobay, Mirza Avazbay, Maliki Muhtaram xonim qatorliq bir qism o'rda arkonlariga yoqmadi. Shundaqdimi ular xonga agishib o'rnidan turib Ишанni qarshi elishga majbur bo'ldi. Qani hazratim, bu yoqqa marhamat qilinglar, dedi Sultan İsmail Xan Ишанni o'ng tarafidagi zar ko'pining ustiga taklif qilib. Ишан ortiqcha takalluf qilmayla İsmail Xonning o'ng yenidan o'rin oldi. Alqonlarini juplab qo'l ko'tardi. Amin. Qadam yetdi, balo yetmagay. Xonu xoqon oliylarining buyuk davlatlari texmo ziyoda, ag'yorlari piyoda bo'lg'ay. Fatihadan keyin
İşan ve onun hemralarının koluğa altın aptıva çilapçıda su berildi. Arkadanla dastan türlük şahanın azu nimetler bilen kömü bitildi. Qani hazırda dastonga merhamet qilsa, dedi İsmailxon İşanni g'izoga taklif qilib. Avval ani hazirtimdan kelgay, dedi İşan takalluf qilib. Hazirtim dastonimizning aziz mehmonidir. Shunga ortiqcha takalluf qilmag'ay, dedi İsmailxon yana zo'rlab. Hidoyatullo İşan Mirza Bobobey qatorliq bir qism amirlarning chiroyidagi norozilik alomatlarini bir qarabla sezib oldi. Sultan İsmailxondan avval dastonga qo'l uzatishga petinolmadi. Gerçi bizlar kim qabligohimning izzatlishiga muyassar bo'lgan mehmon bo'lsaqmi, og'aylardan avval dastonga qo'l uzatishga haddimiz emasdir. Hazırda boşundaq deb turibsa, bo'ptamsa, dedi Sultan İsmailxon dastonga qo'l uzatdi. Qani, buzurgvar aziz, dastonga qo'l keltirgay. İşan Sultan İsmailxondan keyin dastonga qo'l uzatdi. Shunda qilib, noshta boshlandi. Bir chögün choy qaynamchilik vaqt ichida osila, baqsila degan takalluf so'zlardan boshqa ortiqcha gap so'z bo'lmadi. Hazirda bu navbat ostanda uzunroq turg'ayla, dedi Mirza Bobobey tunigun ko'rishgandan beri o'zidan ko'zini elib qochib turgan Hidoyatullo İşanga qarab. İşan dastondan beshini ko'tarib Mirza Bobobeyga qaradi. İşanning ko'zlari bilan Mirza Bobobey, Mirza Avazbeyning ko'zlari to'qnashdi. Qo'ni raqiblar bir-biriga bir necha daqiqa tikilishdi. Ularning ko'zlari bir-birining ishki sirlarini bilib olmoqchi bo'lgandek chaqnab ketdi. "Ho, asi murtatna, bilma. Salla Sultan İsmailxonning menga ko'rsatayotgan bu hurmat ehtiromidan qizg'inishyapti. Meni ostondan tezroq haydab yetishga oldirishyapti. O'z vaqtida Sultan yo'l bosganda kallani oldirib o'tmaganimning tortquliqlari bu. Aldırmay turish. Heli ham bilgirma. Vaqtana vaqt kelganda tarix turg'izib bor terangni ta'tir so'ymisan. Postingni saman tiqmasan. Post tillarini burdi qilib torchilab tashlamasan. Sultanul muhaqqilligim harom bo'lg'ay. Ay lamaka munofiq. Ajab hilgarsan, ha? Her qachon jahonning raptoriga kirib olishni, xon sultonlarni aldashni bilasan. Qanchiligan begunoh avomni balo qazolarga duchor qilmading. Uy makonlaridan ayirib, xonni vayron qilmading. Sehri afsullaring bilan Sultan İsmailxonning ko'nglini utishga, ishonchga erishishga muyassar bo'lding. Sendan saltanatimizga yana qanchalik balo qazolar kelar. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla İşanni o'ltiribmi qonun jasoqqa tortilmading. Yetar endi. Sehri afsullarini yig'ishtirda o'rnidan tez yo'qol. Ikkinchi oyoq bosma. Qovliq shumliqlaring bilan jinoyatlaringni bir mazgil yo'shirib olganing bilan mangu yo'shirib qolmaysan. Hamon bir kuni xalq olam oldida sharmisar bo'lmay qolmaysan. Janobi Amir Kabirning himmatiga ko'p rahmat, dedi Hidoyatullo İşan chiroyiga soxta kulgi yugurdi. Bu dönem ostoniga kelishimizda faqat adolat panohimizning saodatman ishqiya silkimizga ko'rsatgan olamcha himmatiga tashakkur bildirishdan o'zga muddaoyimiz yo'qdir. Alhaq, mana bugun muddaoyimizga yetib o'tiribmiz. İnşallah yana 1-2 kun turib, hatto Muhammadan Chiltanda buzurgvarimizning tug' shaddalarini taqib, tavob tilovati bo'lgandan keyin Qashqarga qaytqaymiz. Zinhor oldirmag'aylar hazirlar, dedi Sultan İsmailxon Hidoyatullo İşanga qarab. Baboyi ajdodlarimiz kelish irodat, kelish ijozat etdi. Aram bir didor muloqoti bo'lgan vaqtimizda oncha oson
ijozatlamasmiz. Ostonimizning har qanday bir yeri Hazratim uchun Xudoyi qo'noqdir. Bemalol tavob tilovatda bo'lsinlar. Yana bir necha vaqt didor muloqot bo'lib o'tkaymiz. Ana Hazratimning shafqatiga ming tasanno. Oliylarining ko'rsatgan bu qadar himmatidan ko'p hijolatman. Tujgahim shundaqda turvasila, fikrlari buyuk Saidiya saltanatining yurtdorchilik ishlariga rahnama bo'lamsammi, duogo'lik qilib o'tishga har qachon jon iymonimizni tasadduq ayligaymiz. Bilishimizcha, Eshon hazratlari o'z vaqtida Shahzoda Yo'lvosxon oliylariga rahnama bo'lib o'tgan ekan-a? dedi. Bayatdan beri Mirza Boboboy bilan Mirza Avazbeyning chiroyiga qarab, ularning ko'ngildagini bilib o'tirgan Malik Muhtaram xonim Hidoyatulloh Eshonning taqtatmasdan Sulton Ismoilxon oldida qilinlik bilan otgan qo'llariga chidab turolmay. Oxirida merhum xon atam Sultan Abdullah xon oliylari bilan farzandi ham vali ahdi bo'lmish Shahzoda Yo'lvosxon o'rtasida kelishtirgisiz nizo adovatlar qanliq yog'la bo'ldi. Saidiya saltanati jangi jidal to'ponida el ra'iyat xun g'avg'o azobida qoldi. Shu chaqlarda Janobi Eshon hazratimning ul shahzodaga qandoq rahnama bo'lib o'tganligini to'liq bilgim bor. Malika Muhtaram xonimning kutmagan bu savoli Hidoyatulloh Eshonni birdilla tamtirib etdi. Tili qalib olishib, vujudini vahima bosdi. Burnining ustida chekim ter paydo bo'ldi. O, tinigun Sulton Ismoilxonning ziyoda hurmat ehtiromidan ko'ngli xeyli joyiga tushgan edi. Hozirgi bu shahona ziyofatda xonning o'ng beqinda o'ltirish sharafiga erishib, tersiga sig'may qolgan edi. Shunga o boshqa o'rda arkonlarini ko'ni xamonni so'raydi deb zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Mana endi kutmaganda buni seriq tuk eski tugmanga suv boshlayotdi. Eshon Malika Muhtaram xonimga yer tegidan sinchilab qaradi. Oqsudagi Tonji jangda bir pay yov o'qi bilan bir sarkardini otdan mo'lliq otqizib, lashkarlarining hayvisini yerga urgan. Shahzoda Yo'lvosxon og'zidan jangbozlik mahorati, bahodirligi haqida ajoyib ta'rifini olgan Malikaga do'sh kelganligini his qildi. Aşı Deccal'ның dal o'zi shu. Yo'qdir. Mazlum kishi turib, aranda qoshtamak o'ynamay, sipohlarcha kiyinib, mushunda katta so'riladimi, zuvondorlik qilib yurgunni qaramamdigan bu Azazulni. O'z vaqtida Sulton Ismoilxonni xilil tamtiratganmish. Buyuk sarkarda Hinduqush Mirza oliylarimi uning lashkari mahoratiga qoyil bo'lgan ekanmish. Ehtiyot qilmoqlik kerak. Bu Dajjalni tazimi bir erkakchadek to'mpay bo'lsa kerak deb o'ylab ekanman. Bir piyola choyga xush o'tlavatgidek o'z pari ekan bu. Dilqut xazinasi. Ayol zotimi shundoq chiroyli bo'ldi ekan desa. Hidoyatulloh Eshonning o'ng'iqib turib qolganini ko'rgan Molla Soqi xo'jisini ogohlantirib, qasdanga yelini qirib qo'ydi. Bu shafidan Hidoyatulloh Eshon darhal esini yig'di. Malika Muhtaram xonimga qarab tovanchilik bilan javob berdi. Azmas Allah, o'z vaqtida istidotsiz shahzodaga piri buzurik bo'lib qo'ymi xato qilgan ekanmiz. Biz piri azam bo'lsaqmi, faqatla duogo'ylik qilib o'tgan edik. Yurtdorchilik tezginni shahzodaning qo'lida bo'lgani uchun shunchola azorliqlarni to'sishga amalsiz qolganmiz. Bo'lmasa, u shahzodani ko'p ogohlantirgan edik. Helimu ham buyuk Saidiya saltanatining talay omadlari bor ekan. Oxiri janobi ona hazratimdek bahodir, adolatparvar, kang qo'rsoq ham istidodli xonu xoqonga noil bo'ldi. Bundan bizmi ko'p suyundik va har qachon ibodatlarimizda xalqimizning omonligi, el ra'iyatning osoyishligi uchun duo qilib turdik. Hidoyatulloh Eshon gapning temisini ustulik bilan yutkadi. Hadeb Sulton Ismoilxonni ko'kib ko'tarishga boshladi.
Onu Hazretin saltanat sürü bilen sönük nizallarını çeklep turgaçka, bizlerken sürki işkiyen müminleri, sürki sakiyen murtlarının zulümüden aman isen kutulup kaldık. Kıbligahimizden bu şapaitini her kaçan işimizge asak, göz yaşlarımız derya bulup akıdı. Yaratkan Allah egen, han alilerini, adalet zulfkarını her kaçan koluda mehkem tutup duruşka nisip kılgay. İşan gepini tügütüp meşildap yığlaşkı başladı. Sabır kısla hazretleri, dedi Sultan İsmail Han İşan'a teselli bergeç, Meliki Mühterem Hanım'a aliyip qarab. İşan texim azveylep öpkideşke başladı. Bu derdu önemlerimni, arzu halimni Cenab-ı Kıbligahimga tökmey, kimge tökey emdi. Sorunni bir dillik tim tasdiq bosdi. Ko'ngillarda qandoq muddaolar bo'lsa, yo'shirmay bayon qilg'aylar hazratim, dedi Sultan İsmail Han ishonni bazlab. Qiltiqiga hech qancha kuchmayla Sultan İsmail Hanni dastib olgan ishon asli muddaosini oshkorlashga kirishdi. Onu hazratimning shafqati ziyodadir. Adaleti ve sahaveti aşı muallaqdagi quyosh kabi hamma yerga taksi tushgandir. Mayli boy, mayli gadoy, mayli faqir, mayli miskin, ra'iyatning dilini taksi illatgandir. Faqir ojiz mu'minlarning ona hazratimga kichikgina telefon bo'lsa-mu, iltishga tilim bo'lmayotdi. Eshon hazratlar, zinhor ikkilanmagaylar. Qo'limizdan kelsa her qanday talablarni ijobat qilgaymiz, dedi Sultan İsmail Han va'da berdi. Eshonning yana qanday o'yin o'ynamoqchi bo'layotganligiga qiziqqan Mirza Bobogbek qatorliq amirlar quloqlarini dim tutib jimjit o'tirishadi. Adalet panoh sultonimga ancha oydin bo'lmasi kerak. Qibligahim Saidiya saltanatining oltin taxtiga barqaror bo'lgandan keyin bizlarkim sülki işkiye müminleri, sülki sakiye murtlarının köp zulümü ölçürdük. Perbüzürük azizge kol verip murt boğallıklarını bahane kılıp, hallık perman, kanun casaklarını közge ilmay, sülki işkiye murtlarının öy makallarını köydürdü. Mal dünyalarını buludu. Erlerini öldürdü, yaki cazalap piyini kırkıverdi. Piçip ahtıkıverdi. Mezunla toğul, narsidile yetim bulup kaldı. Hazır sülki işkiye murtlarının hal günü nihayeti muharap. Burada nağızlar. Əmritini yapqıdek matağa çıkın alıqçılığı yok. Şundaqtımı, ola sülki sakiye murtları bilen oxşaş halatda hallıqның türlük alva yasak, seliklerini tapşırışdan mecburlanmakta. Bizlerken sülki işkiye murtlarının kutbul aqtabi bulmuş büzürük varının aşı pekir muhlislerinin hal ahvalığı iç ağırtıp, yakı yırtıp, kuyaştek sahavet ve himmetini seğinip, şunu talep kılmak ki, sülki işkiye murtlardan padişahlık alvan selik edilmese, ulanı yurtdaçılık mecburiyetlerini öteşke kıstımısa, haşar, leşker, medikar, karvan tutmasa, türlük iş hareketleri takip kılınmasa, sülki işkiye tergibatlarga dahli tarız bo'lgan barliq taqiblar saltanat suri bilan qattiq cheklansa, işkiye sülkidagi aşı mümin bechoralar hal ahvolni ozroq o'ngishib olishgan. Aslida Sultan İsmail Hanning Hoji Hidoyatulloh Ishonga ziyoda hurmat ehtirom bildirishida sülki ishqiyachilardan foydalanib Saidiya davlatida kundan kunga kuchayib ketib borgan sülki saqiyachilarni cheklab turish muddaosi bor edi. Çünkü Saqiya sülkidikiler Sultan İsmail Hanning Saidiya taxtida o'tirishiga hamdan bo'lgan töpsini pesh qilib, ha deganda xonlik farmon, qonun jasaqlarni ko'zga ilmay, saltanat bilan qarshilashib kelyotdi. Ularning bu qilmishlarini saltanat suri bilan bostirishga, cheklashga amalsiz qolgan İsmail Xon zaharni zahar bilan qaytarish tadbirini qo'llanib, sülki ishqiyachilarga alohida shafqat ko'rsatyapti. Shu sababdan mana hazır o Hoji Hidoyatulloh Ishonning bu o'rinsiz talabini neri berisini o'ylanib o'tirmayli qabul qildi. Hazratim xotirjam bo'lg'ayki,
ushbu orzu talablari butunlay ijobat bo'lgan. So'lki ishqiya murtlari xonlik farmon yorliqlarga, qonun jasoqlarga yavaşlık bilan itoat qilib, saltanatimizning osoyishligi uchun kuch chiqarsalar, turli podshohlik, olvan yasoq, seliq, majburiyatlardan ozod bo'lgan. Qibligahimning himmatiga hashqallah, dedi Hidoyatulloh Eshon dars o'rnidan turib, ikki qo'lini ko'krigiga ilib ehtirom bildirdi. So'lki ishqiya murtlari oliylarining bu olamchi shafqatiga bu dunyo tashakkur etgan. Bu büyük Saidiya saltanatining osoyishligi ro'roq tepishi uchun kech kunduz duo talablarda bo'lib turg'ay. Hidoyatulloh Eshonning bu yo'lsiz talbiga Sulton Ismoil xonning o'ylanmayli ma'qul bo'lganligidan norozi bo'lgan Mirza Bobobek qatorliq bir qism o'rda arkonlari bir-biriga yer tegidan ma'nilik qarashdi. Ammo damonliqqa bir narsa deyishga hech kim petinolmadi. Malika Muhtaram xonim bir narsa deyish uchun og'zini o'mallab edi, uni Mirza Bobobek sharatlab to'xtatib oldi. Nashti uchun berilgan bu ziyofat peshin vaqti bilan oxirlashdi. Peshin namozini Sulton Ismoil xon Hidoyatulloh Eshon bilan billa o'rda oldidagi ozni masjidda o'tdi. Peshin namozidan keyin bu katta xush xabarni muxlislarga yetkazishga oldirgan Eshon Sulton Ismoil xon bilan vaqtliq xo'shlashdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan antilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bugun Shohinshindagi atiganlik qubuldan keyin tunugun huzuri Sabah qasridagi ziyofatda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga bergan va'dasini esiga olgan Sulton Ismoil xon Mirza Divon begiga amr qildi. Saidiya tasarrufidagi barliq so'lki ishqiya murtlarni podshohlik olgan siliq, majburiyatlardan ozod qilinganlik xususida yorliq tayyorlangan. Ona hazratim, yorliq tushirishga zinhor oldirmag'ay, dedi Mirza Bobobek qo'l bog'lab ehtirom bildi. Qani xo'sh, sababi nima ekan janobi amir? dedi Sulton Ismoil xon ancha yoqtirmagan holda. Qibligahim, dedi Mirza Bobobek maqsadini sharhlashga kirishib. Yaqinqi 1-2 yildan buyon ona hazratimning adolatlik siyosatining soyasida elda tinchlik, osoyishlik hukm surdi. Xotirjamlikka erishgan avom turmushi kundan kunga yaxshilanmoqda. O'tgan yili yuz bergan suluk mazhab mojrolarini tinchitish, namrat avomni qish va atiyozdan omon esan chiqarish uchun xazinadan nurg'un xarajat chiqim qilinib, oliylarining mehr shafqati al yurtga to'liq yetkazildi. Al-haq, bu yil qisman qurg'oqchilik va kalkun ofatini hisobga olmaganda tasarrufimizda ancha cho'ng ofatlar yuz berdi. Ziroatlar o'xshab, avom ra'iyatning bu yil qish va kelar yil atiyozlik oziq-tuligi asosiy jihatdan hal bo'ldi. Dehqonchilik, savdo setiq va turli hunar kasblardan elingan bir qism seliqlar kechirim qilinganligi sababli shahar bozorlar ovozlashib, gullanish vaziyati ro'yobga chiqdi. Ammo Shahzoda Yo'lvosxonning aysh shiratlik, kayib safoliq turmushiga ko'plab xarajat sarf qilinganligi, boshqurishning yaxshi bo'lmaganligi, yog'i jangi jadallarga ko'plab xarajat sarf qilinganligi sababli aslida qo'rilib qolgan bu xazinaga kiradigan kirim borgan sir ozlab ketib boradi. Oliylarining xazinadan xarajat ajratib, ahl ra'iyatning turmushini yaxshilash yorlig'i texnichlar ijro qilinmayotganligi uchun har qaysi yurt oymoqlardan o'rda xazinasiga yo'llangan pul pishaklar bor yo'qning orlig'ida bo'lib turibdi. Shu sababli yaqinqi 3 oydan beri xon lashkarlarining xarajatini imkoniyatning boricha qisib kelyapmiz. Mushundaq ahvol ostida xon oliylari, ya'ni sulki ishqiya murtlaridan elingan turlik olvon yasoq, seliq majburiyatlarni kechirim qilish xususida yorliq tushirdigan bo'lsa, yolg'iz sulki ishoqiya murtlarining emas, balkim sulkdan mustasno oddiy avomning noroziligini qo'zg'ab qo'yishi cho'qim. U chog'da avom olva yasoqlardan qechishi, seliq topshirishdan bosh tortishi, hatto ishqiya sulkiga irodat qilish yo'li bilan olvon seliq topshirishga taqobil turishi mumkin.
bu ish saltanatimiz uchun intayin yo'shirin xavfdir. So'nglashqa qiblagahimizning o'yini varaq bir qarorga kelishni umid qilaman. Yıkılmagan osmonni yo'lash behojat, dedi Sultan Ismoilxon o'z qarorida. Amir Kabir janoblarining so'lki ishqiya piri azimi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon hazratlari bilan o'ch adovatning borligi hammaga ayon. Janoblari saltanatimizning peshvo amirlaridan biri. Yurtlarchilik ishlarini muhim deb bilib, nizo adovatlarni unutib ketgan. Mirza Bobobek Sultan Ismoilxonning bu so'zlarini anglab beshini tuvan soldi. Mirza Bobobekni yoqilib gap qilishga tamshinib turgan ostona amiri Mirza Avazbek xonning xafa bo'lganini ko'rib, bo'g'ziga kip qolgan gapni yutib yetishga majbur bo'ldi. Xonata, bundoq desizlar, Amir Kabir janoblarga avval qilgan bo'ldilar, dedi Maliki Muhtaram xonim so'zi. Mirza Bobobek janoblarining bayonqi so'zlarida saltanatimizning g'amini yeyishdan o'zga muddao yo'qdir. Butkul Saidiya tasarrufida sulki ishqiya murtlarining soni zodi qanchalik, bunisi bizga qarang'u. Ammo ta'mincha Qashqar, Oqsu, Ko'rla, Turpan, Qumul qatorliq yurtlardagi ra'iyatning tangdin to'lisi degidek ishqiya sulkiga irodat qiladi. Hidoyatulloh Ishon hazratlari xon yorligidan foydalanib so'lik targ'iboti elib borsa, yana nurg'un ra'iyatni so'likka jalb qilib olishi, Ishonning al orsidagi inovati biroqli ko'tarilib ketishi mumkin. Bu haqiqatan mo'ljalliksiz yo'shirin xabar. Ana ashu sanoqsiz ishqiya mutlardan elingan seliq majburiyatlar kechirim qilinadigan bo'lsa, xazinaga kiradigan kirim tabiiy kemiyib ketadi. Olimadiz afat yoki yig'liq bo'lib qolsa, quruq xazina bilan qanday taqobil turish mumkin? Shunga bu ehtimollarga zinhor sal qaralmag'ay. Sultan Ismoilxon nima deb javob berishni bilolmay bir oz o'ylanib qoldi. Ana hazratimning saltanatimizga yo'shirin xavf bo'layotgan so'lik mazhab majralarini mador yo'li bilan hal qilish uchun Ishoqiya sulkiga irodat qilishi hamda sulki ishqiya murtlariga saxovat alqonlarini kengri ichib, mehr shafqat ko'rsatmakligi saltanatimizning uzun muddatlik osoyishligini ko'zlab qo'llangan oqilona tadbiridir, dedi o'tir yoshlik bir amir Sultan Ismoilxonning qo'llari. Saidiya tasarrufidagi sulki ishqiya murtlarini olmay yasab, seliq majburiyatlardan ozod qilmoqlik bilan xazinaning qurib ketishini ataydi. O'z vaqtida Jannat makon Sultan Saidxon oliylarimi butkul Saidiya tasarrufidagi avomdan oda 10 yil olgan seliqni kechirim qilgan ekan. Shu chog'da xazina qo'rg'ilib ketmagan bo'g'aydi. Sizlar o'ndoq deganlar bilan amir janoblari, dedi Maliki Muhtaram xonim. O'choq bilan hozir o'xshamaydi-da. Janobi O'rdi Yasavulloh amri xonu xaqonimizning istidodini Jannat makon Sultan Saidxon oliylaridan to'vantirdi deb qaramaydiganda qachon? Men qanday desam o'z bir pochaq da'vatamni nima? dedi Maliki Muhtaram xonim bu amirning qasdanga qilgan ig'vogarchiligidan g'azablanib. Jannat makon baboyi buzurg Sultan Saidxon oliylari zamonida saltanat ishki tapiriqchilik bilan toshqi bosqinchiliklardan xiyli xoli edi. Hozir bo'lsa saltanatimizda sunik mazhab nizolari yinila yor elish oldib turgan kalqindek bo'lmoqda. İli vadisidagi Jo'ng'or oqsumaklari har qachon xiris qilishini bilmoqda. Mushundaq ahvol ostida saltanatni mustahkamlash uchun albatta xazinani to'liqlab turish kerakki, zinhor quruqdab qo'ymag'ay. Agar sulki ishqiyachilarning boshqa oddiy avom ra'iyat o'tab kelayotgan aqalli fuqarochilik majburiyatlaridan ozod qilib, alohida imtiyoz beradigan bo'lsa, al-yurt orasida tayyorga hayyor, yalqov, non-tepi, harom tomoq, ko'kami ushiqlar ko'payib ketishi, oddiy ra'iyatning saltanatning ko'ngli suvib ketishi, fuqarochilik majburiyatlarini o'tashdan bosh tortishi turganligi. Bunun oqibati elga osoyishlik emas, balki tinchsizlik, fitna fasod, g'alva keladi. Shunda qilib Shohinshinda bir maydon qizg'in bas munozir boshlandi.
Janobiy amirlarim, dedi qarshi fikirdagilarning so'zlarini xilili o'rinliq deb his qilgan Sulton Ismoilxon barliq o'rda erkanlarga takshi nazar tashladi. Bas munoziralarni to'xtatqaysizlar. Biz Aqsudan lashkar tartib kelib, Saidiya saltanatining yurtchilik tezginini qo'limizga olgandan beri nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari boshchiligidagi so'lki ishqiya murtlari saltanatimizga zimmilik bildirgandan keyin farmon yorliqlarimizga, qonun jasoqlarga izchil bo'ysunib, saltanatimiz bilan qarshilash harakatida bo'lmadi. Biz saltanatni so'likdan mustasno tutish tadbirini qo'llanib, har qaysi so'lik mazhablarga bab-barobar muomalada bo'lib kelgan bo'lsaqmi, so'lki ishqiya murtlarining, so'lki ishoqiya murtlarining har qachon taqibiga, zulmiga uchrab kelgani dar haqiqat. Faqat bir so'lik mazhabchilar bilan inoq o'tish, o'zga so'liklarni taqib qilish, oxirgi hisobda saltanatimizni halokat girdobiga ittirdi. Jannat makon akam Sulton Abdullah Xon oliylarining so'lki ishoqiyachilarga homiylik qilishi, Shahzoda Yo'lvatxonning so'lki ishqiyachilarga homiylik qilishi, oxiri butkul Saidiya tasarrufini qutuldirib olg'isiz nizo adovat yog'iga mubtalo qildi. Al-Ra'iyat bu balo qazodan ozodlik emir edi. Xoni vayron bo'ldi. Osh yalang'och qoldi. Shunlashqa Al-Ra'iyatni xotirjam tirikchilik yo'liga boshlash uchun Saidiya tasarrufida tang mavjud bo'lib turayotgan, ammo o't bilan sudek zinhor sig'isholmayotgan, nizo adovatlari kundan kunga kuchayib berayotgan bu so'lik mazhablarga bab-barobar muomala qilish to'liq oqilona tadbirdir. Dar haqiqat xazinning quruqlik qilishi saltanatimiz uchun texmi yo'shurin xavfdir. Ammo Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlari qilgan lavzimizdan yenib olsak, saltanatimizning obro'yiga ham musulmonlarchilik ahkomlariga loyiq kelmaydi. Balkim texmi ko'p adovat urug'larini bog'lantirib olishimiz, so'lki ishqiya murtlarining saltanatimizga bo'lgan ishonchidan oyidib qilishimiz mumkin. Ondaqda yorliqning mazmuniga tuzitish kirizaylik, dedi xonning yetidan yondirishga ko'z yetmagan Malika Muhtaram xonim. Masalan, qanaqsiga? So'rdi Ismoilxon darhol. Masalan, dedi Malika Muhtaram xonim bir oz o'ylanib olgandek. Yorliqdagi Saidiya tasarrufidagi barliq so'lki ishqiya murtlari fuqarochilik majburiyatlarini o'tashdan ozod qilindi degan so'zni Xo'ja Hidoyatulloh Eshon hazratlarining xos murtlarining fuqarochilik majburiyatlari kechirim qilindi. Vositlik murshidlari bu kechirimdan mustasnodir deb o'zgarsak, o'lchog'da ko'p sondagi so'lkiya ishqiya murtlarining fuqarochilik majburiyatlarini o'tashdan voz kechishning oldini olishga hamda bir necha yil o'tgandan keyin bu yorliqni amaldan qoldirishga mumkinchilik bo'ladi. Bu o'zga so'liklarning hamda so'lik mazhabdan mustasno avomning noroziligini qo'zg'amaydi. Shundoq. Malika Muhtaram xonim to'liq oqilona tadbir ko'rsatdi, dedi Mirzo Bobobek darhol chiroyli kulgi yugurdi. Bu kavobni ko'rmaydigan, zihni ko'rmaydigan tadbir ekan, dedi Mirzo Avazbek. Yorliq mushundoq tutilsa, Hidoyatulloh Eshon hazratlarining xon oliylaridan ranjishiga o'rin muqammag'idek. Maylamsa, yorliq shu yusni tutilgan, dedi Sulton Ismoilxon o'rda Mirzasiga qarab. Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'g'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Bilqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar.
karton ilipə, qanun nizam, işaret dili, tən tərbiyə, fizika, ximiya qatarlıq 600'dan artıq kəsbi sahədəki Uyğurca, Xənzuca, İngilizce 3 xil til, 6 milyondan artıq söz, avaz həm sürət bir gövləşdirilən kompüter yumşaq detalı. Bilmegənni bil qutun bil. Bil qut